Oğlum. Voy. Xotiningga ayt, sochini yig'ishtirib yursin. Hamma yoq sochib ketdi. Kecha dadangni ovqatdan ham chiqdi. O'zingiz ayting. Ha men endi qanday aytaman shuni? O'zing aytaver. Xo'p, aytaman. Bobur aka, Oyjonga ayting, o'zlarini suvni ishlatsinlar. O'zlariga alohida olib kelganmiz-ku. Bor, o'zing ayt shuni. Men qanday aytaman? O'zingiz ayting. Ey, xotiningga ayt. Har soatda pampers almashtiradi. Birinchidan bolaga zarar, ikkinchidan cho'ntagingga zarar. Mana dadang aytdi. Men qachon aytdim? Jimitiring. Aytasanmi? Oyi, o'zingiz aytsangiz bo'ladi-ku. Ey, men qanday aytaman? O'zing ayt. Bo'pti, aytaman. Deydi hammasi. Bobur aka, Oyjonga ayting. Ne ona ko'ngling? Taqayur. Qayerga? Taqayurda oldinga tush. Qayerga? Mana ayam. O'zlariga gapir, yuziga gapir. Ayajon, o'zingiz gapiring, keliningizga gapiring endi. Voy, men nima deyman? Shunday yaxshi kelinimdi. Qachon gapirganman? Sen gapir, gaping ko'p edi-ku. Men nima deyman, Bobur aka? Jannatim, qaynanam, onamdayin mehmonimsiz. Bu aktrisalari sizlarga bir Oskar berish kerak. Rolni o'ylashni qaranglar bularni. Mahoratli aktrisalar. Bravo! Ay taxor. Har xor